بردم و بردم بلب استقام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان. Aziz vatandaşlar ve radyo işləyən dostlar, assalamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Xəbərlər bərnaməsinə xoş gəldinizlər. Bugün Panşanbə 19 il Aqrab ayının 15-i bu yer Mazar Şərif şəhəri Balx Milli Radiosu. Bu saat xəbərlər men bilan İsa Xan Amiri. Bismillahirrahmanirrahim. Afg'oniston Islomiy Amirligining Ma'rif vaziri rasmiy safarlarida Balx viloyatida 30 projani Balx viloyatining Ma'rif baxshida iftitoh etgan. Ushbu projelarning hadafi omuzishni yaxshi bo'lgani, yangi maktablarning tuzatishi va qadimiy maktablarning bossozisi unvon bo'lgan. O'lkamizning Ma'rif vaziri Mavlaviy Habibulloh og'a diniy ulumni qabtolida asriy ulumni o'rganganiga ta'kid etib, rasmiylardan xohlagan to maktablarda omuzishni kayfiyatini yuqori yeltgani uchun ko'p talosh etsin degan. امارت اسلامی د دینی علومو ترڅنګ عصري علومو ته هم توجه کړې ده، هم یې کوي. زموږ د دې راتګ مقصد دی مکتب ته بس دغه دی و دغه و آینده بم دغه یي چې موږ د خپل ولس ته دا فکر ورکو، دا ذهن ورکو، دا ځل سازي ورکو چې امارت اسلامی افغانستان د عصري علومو سره مخالفت نه لري. Afg'onlar ma'rifidan himoyat etayotgan muassasa rasmisi Abdulbasir Hazrati aytishicha, ushbu projelarning o'rtasidan 11 projesi ki $415,000 Amerikoy xazinasi bor ushbu idora tomonidan beriladi degan. Shu holda Balx Ma'rif riyosatni amlok menejeri injener Ehsonulloh Vulismal aytishicha, qolgan 19 proje ki majmua xazinasi 10 million afg'oni bo'ladi, Ma'rif vazoratining budjetidan beriladi degan. په مجموعه کې 10 پروژې افتتاح لرو چې په 10 پروژو کې 19 پروژې د موږ ترمیماتي د خپل وزارت معارف نه دي او 11 پروژې د مؤسسې نه دي. په 19 پروژې ترمیماتي چې د خپل وزارت معارف نه دي 10 میلیون افغانۍ دي. Balx viloyatining Narishoy Ma'rif amiri Hofiz Muhammad Idris Sadid aytishicha, ushbu projelarni tatbiqidan qadrdonlik qilib izofa etdilarki, shunday barnomalarni ijro bo'lgani ta'limiy vaziyatni yaxshi bo'lganiga muhim naqshi bor degan. بمی ایجاد مکتب مشکلات همی ساحه حدوداً حل شده. قبلا مکتب نبود و این ساحه کسی یک پروژه جدید است و مهاجرین داخلی همی افغانستان است. مشکلات نهایتاً زیاد داشتن. از موسسه تشکر میکنیم از رهبری وزارت معارف و ریاست معارف که با ما همکاری کردن، یک مکتب ایجاد کردن که مشکلات اطفال همی ساحه ان شاء الله کاملا مرفوع است. Shu holda mahal xalqidan Muhammad Orif aytishicha, ushbu ta'sisotni faroham bo'lgani bilan omuzish suhulatlari ko'p bo'ladi degan. Aytilishicha, o'lkaning Ma'rif vazorati Islomiy amirlikni bir muhim muassasalaridan hisob bo'ladiki, parvarish va omuzishni rushdida asosiy naqshni ifo etadi. Va boshqa xabar buki, Balx viloyatining o'rinbosari Milal Muttahid sozmoni komissioneri o'rinbosari bilan ko'rishgan. Ushbu ko'rishda ikki tomon borayotgan projelarni ustida xadamot iroasi muhojirlarda va shug'ul barnomalarning ijod etganiga bas etgan. Milal Muttahid sozmoni komissioneri o'rinbosari aytishicha, ushbu idora Balx viloyatida muhim projelarni tatbiq etgan va hamchinon izofa etganki, bir asosiy klinikning tuzatishi Sherobod qishloqida 90% oldin ketganki, yaqin paytda takmil bo'ladi degan va hamchinon Afg'oniya shaharchada ham bir me'yori tuzalgan degan. Va hamchinon idoma berib aytdilarki, 3 me'yori sartxona Balx viloyatining markazida va Sho'lgara volisida va bir labaniyot proses markazi muhojirlar kampida ijod bo'lgan. Ushbu ko'rishning oxirida Balx viloyatining o'rinbosari Milal Muttahid sozmoni komissionerisini xadamot va hamkorligidan qadrdonlik qilib ta'kid etganki, har ro'z muhojirlar Eron va Pokistondan qaytib keladi. Boyat ushbu muhojirlarni himoyat etilsa degan. Va oxirgi xabar buki, Balx viloyatining maydoni havoyi yo'li qirrizi bo'lib foydalanishga topshirildi. Ushbu proje yaqin bir 2 kilometr uzunligi bor edi, asosiy shaklda bossozi va yangi bo'lgan. Ushbu projening takmil bo'lganidan nari shu mahaldagi mas'ullarni barcha ehtiyojlari rafa bo'ladi degan. Ushbu marosimda Balx viloyatining ulamo shurosining buyrug'i 209 Al-Fata qulurdining qo'mondoni va boshqa mulkiy va nizomiy rasmiylarning huzuri bor edi. Rasmiylarning aytishicha, ushbu projening xazinasi
loyihasi Balx viloyatining o'rinbosari va Milliy difo vazorati tomonidan ta'min bo'lgan va ushbu projening ijro qilish hadafi transport va kelish-ketish vasoitlarini suhulati uchun va nizomi maydoni havoyisini irtiqo berishi uchun unvon bo'lgan va hamchinon bir xarob bo'lgan qarorgohga avvaldan buzilgan edi, bosozi bo'lib foydalanishga topshirilgan. Mas'ullar izofa etadiki, ushbu sarakni takmil bo'lganidan nari kelish va ketish ravandida va tajhizotni intiqol berganida ushbu maydoni havoyi sohasiga suhulat keladi degan. Ushbu proje islomiy imoratning bunyodi projelaridanki, ushbu projeni tatbiq bo'lgani islomiy imoratning ta'hudlarini ko'rsatadi. Ushbu soat yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Har birlaringizni aloy mutolaaga topshiraman. Yana ko'rishguncha xayr, sog', amon qolinglar. birdam و bardam bo'lib istiqom Afg'oniston, fath و zufar inqilob salom Afg'oniston, fath و zufar inqilob salom Afg'oniston.